Do'stlar, selam. Bugun men sizga Avstraliyada yashovchi Wombat turida so'zlayman. Aning bilan tanishishga hozirmisiz? Alaysa boshlaymiz. Wombat tashqi qiyofati bilan oyog'i ham do'ng'izga o'xshagan. Aning og'irligi yaqincha 20-40 kilogramm shamosi. Uzunligi 70 santimetrdan olib 1 metrga qadar yetirga mumkin. Shunisi qiziq, ularning boshi gavdasiga qaraganda zo'rroq. Bu yuqqagina tugul, chunki u dushmanlarin yeshqina boshi bilan size naqasha kibik. Wombat ön qozi ustasi bo'larak tanilgan hayvon. Ularning yer ostidagi uyasi ayrim davlat, hatto podshohlik kibik. Qo'y bir wombatlarning uni 20 metr uzunlikda bo'ladi. Әлеге yer osti saroylarında ular butun g'aylasi bilan yasharga mumkin. Tepilari qisqa bo'lsa da, wombatlar tez yuguradi. Ularning tezligi soatiga 40 kilometrga yetirga mumkin. Aytganimcha, wombatlar Avstraliyada yashaydi. Ammo ularni Tasmaniya o'rtog'ida da ko'rishga mumkin. Әлеге hayvonlar tabiatda ko'p bo'lsa da, ularni yosh uchratib bo'lmaydi. Ne uchun deysizmi? Sababi g'odiy. Chunki wombat yer ostida yashovchi hayvon. Shunga ko'ra u yer ustida sirek chiqadi. Üstəvine wombat tungi hayvon. Shunga ko'ra ular kunduz yiqli, tunla oziq topish uchun yer ustida chiqalar. Wombatlar turkumlarga birlashib kun etadi. Ular kishilardan qo'rqmaydi, qo'lga tez kelishadilar. Qirg'iy tabiatda ularning dushmanlari yo'q deyarlik. Qo'rqinish yanasa, wombatlar zo'r boshlarini silkib, yemsiz tovush bilan qichqira boshlaydilar. Tovush degandan ularning nendai ovozlar chiqarganini eshitganingiz bormi? Yo'q. Yo'qmi? Alaysa, aydagiz birgalab tinglaymiz. Wombat ulan bilan to'qlanuvchi jon egasi. Ular eng ta'mli suv oziq bilangina to'yinirga yaratadi. Bigrakda yosh o'simlik o'rintalarini muk, jilak ham gumbani yaratib ashiylar. Ular oshagan oziqlarini 14 kun ishkardi. Chunki haligi hayvonning oshqozoni bek uzoq ishlaydi. Wombat suvsiz yasharga joylashgan hayvonlarning birisi. U naq duya kabi uzoq vaqt suv ichmay yashay oladi. Ishgan uchroqda da ular suvni bek oz ichadi. Wombat so'ngqili hayvon. Ammo ona zotlarning so'ngqisi ortqa burilib o'rnashgan. Shunga ko'ra anga tufrak kirmaydi. Ikkinchidan, so'ngqining bulay o'rnashuvi wombatga yer qoziganda qimasha olamaydi. Qirg'iy tabiatda haligi hayvon yaqincha 15 yil shamosi yashaydi. Zooparklarda ularning umr uzunligi 25 yilga qadar yetirga mumkin. Wombat turida bugun shaqti ko'p narsa bilgansizdir. Hozir so'rovlarga ko'shik. Shoyimlar, wombat uning yer ustida yasaymi? Yo'q. Yo'q albatta. Afarin. Balki ularning uyasi yilga yarında bo'ladir? Yo'q. Bildirdingiz. Bunisini bildingiz. Oysa wombat uning yer ostida yasaymi? Ayye, haligi hayvon uning yer ostida buyuk uzun etib yasaydi. Ikkinchi so'rovga ko'shik. Wombat Yevroziya materigida yashaymi? Yo'q. Biz yashagan Yevroziyada bo'ri, tulki, oyularni ko'rishga mumkin. Wombatlarni bizda ko'rib bo'lmaydi. Balki ular Kunyoq Amerikada umr etadir? Yo'q. Haligi materikda irinchak, qirmirska oshar, alpakalar yashaydi. Wombatlar onda yashamaydi. Demak, ular Avstraliyada kun etadi? Naq shulay shayonlar, bildirdingiz. Borig'izga da beshli. Bugunga mana shular. Kelasi uchrashuvimizda sizni tag'in bir o'zinchalikli jon egasi bilan tanishtirarman. Uchrashganga qadar.